Men bu yoqqa seni kimligingni bilish uchun keldim. Haqiqatni bilmagunimcha bu yerdan ketmayman. Aytdim-ku, men quduqning... Yo'q. Buni avval eshitganman. Xudo haqqi kimligingni aytib meni tinchlantir. Iltimos. Unda siz ham menga Alloh nomi bilan so'z bering. Sizga nimaiki aytsam, hech kimsaga aytmayman deng. Va'da beraman. Va Ibrohimning Alloh nomi bilan ont ichaman. Men Yusuf o'g'li Yoqub ibn Ishoq ibn Ibrohimman. Eyvoh. Nima qilib qo'ydim? Biz amaki-bachchalar ekanmiz. Sen Ishoqning nabirasi, men esa Allohga qurbon Ismoilning nabirasiman. Shuncha mo'jizalaring oldida zimdan seni muborak insonligingni taxmin qilgandim. Sen bir payg'ambarsan. Payg'ambarini qul qilib sotgan men gunohkorga ming la'nat.